Hayotingiz davomida bir marta bo'lsa ham platsebo effektidan foydalangansiz desam ishonasizmi? Platsebo o'zi nima? Platsebo bu tarkibida davolovchi moddasi bo'lmagan, lekin bemorni shu dori ichayotganiga ishontirish uchun qo'llaniladigan vosita. Hozirgi kunda platsebodan asosan bitta maqsadda, ya'ni farmakologiyada yangi dorini sinovdan o'tkazish maqsadida foydalaniladi. Ya'ni 100 ta bemorga o'sha yangi dori, haqiqiy dori beriladi, 100 ta bemorga platsebo beriladi. Lekin hamma bemor biz dori ichyapmiz deb o'ylaydi va haqiqiy haligi yangi dorini klinik effekti baholanadi. Xo'p, biz qachon platsebo effektidan foydalanganmiz? Bizda faqat boshqacharoq, ya'ni ma'lum bir dorini umuman boshqa kasallikni davolash uchun foydalanganlar. Masalan, gripp yoki shunga o'xshash oddiy virusli shamollashlarda umuman virusga ta'sir bo'lmagan, aslida bakteriyalarni o'ldirish uchun chiqarilgan antibiotik olganlar. Bu xuddi sichqon ushlash uchun mo'ljallangan qopqon bilan pashsha tutishga o'xshaydi. To'g'ri, siz "Men aynan antibiotik olganimdan keyin tuzalaman" deyishingiz mumkin. Lekin aslida antibiotik bu virus uchun emas, bakteriyani o'ldirish uchun mo'ljallangan. Ya'ni aslida sizdagi oddiy shamollashni ba'zi holatlarda davolamasangiz ham 5-7 kunda tuzaladi. Chunki shunchaki sizdagi o'sha antibiotikka bo'lgan ishonch, ixlos ham o'sha antibiotikka odatda 5 kun kurs davomida olinadi. Sizda xuddiki shu antibiotikdan tuzalganlik illyuziyasini berishi mumkin. Ikkinchi holat bu ba'zi bir qon suyultiruvchi dorilarni, deylik, qon bosimini tushirish maqsadida foydalanish. Aslida qon suyultiruvchi dorilarni qon bosimini tushirishda zarracha foydasi yo'q. Lekin to'g'ri, ba'zi bemorlar aytishi mumkin, "Men shu dorini ichganim, masalan, kardiomagnit qabul qilganimdan keyin qon bosim tushdi" deydi. Demak, sizda qon bosimingizda aslida sizdagi stress holatlarini nazorat qilish orqali hatto hech qanaqa dorisiz ham tushirish mumkin. Yoki yana bir holat, yurak og'rig'ida ko'pchilik biladigan, ko'pchilik ishlatadigan validol. Aslida validol tarkibida yurak og'rig'ini qoldiradigan hech qanaqa modda yo'q. Uni tarkibida tinchlantirish xususiyatiga ega bo'lgan ba'zi bir moddalar bor. Aslida bu ham tibbiyotda hech qanaqa o'zini ilmiy tasdig'ini topmagan. Ya'ni bemorlardagi ishonchni o'zi ham ba'zi bir og'riq yoki ba'zi bir simptomlarni kamaytirishga yordam berishi mumkin. Shunday ekan, shifokor tavsiyasiz o'zizcha o'zizdagi kasallikni, ayniqsa surunkali kasalliklarni davolamang. Shunaqa qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.